Mana bizning bodring. Akalar, opalar, mana bir ko'rib baho beringlar tugishlariga. Xudo olsa mana. Barglariga. Ko'rinishlari. Mana orqalari. Qo'limizdan kelgancha vaqtida bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olish maqsadida qo'ldan kelgancha har kuni bodringlarimizni mana shunday ichkalarini oralab tekshirib ko'rib yuramiz. Mana shunday. Mana akalar, bodringlarimiz. Bodringimiz gladki akalar. Ko'z tegmasin. Bodringlarimiz yaxshi. Yana ham dehqon akalardan unda baribir qari bo'lganda, pari bilmas deydilar. Eskitdan ishlab yurgan dehqon akalarimizdan albatta maslahatlar doim kutib qolamiz. Hammani ishiga omad akalar. Bodring haqida fikrlarimizni kommentda kutib qolamiz akalar. Har bitta kommentni o'qiyapmiz. Qo'ldan kelgancha o'sha kommentdagi maslahatlarni qo'llab agronomimiz bilan maslahatlashgan holatda qilyapmiz hamma narsani. Xudoga ming qatla shukr. Yaxshi bodringlarimiz. Ko'z tegmasin. Hammani dehqonchiligiga Allohimiz baraka bersin. Hamma ertasi kunga umid bilan boqib, mehnatni to'xtatmasdan qilayotgan jonkuyar mehnatkash dehqonlarimiz, ishlaringizga hamisha omad tilaymiz. Mana o'zimiz ichida yurib mehnat qilyapmiz. Bilamiz akalar, buning noni ham ancha qattiq. Har kim buni ham eplab ketolmaydi. Agronomimizning tajribasi, bilimi bilan mana Xudoga shukrki, bodringlarimizda ahvoli yaxshi.